Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining faoliyati jonlanmoqda. 17 mart Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligidan bir hay'at Turkiya Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning bosh maslahatchisi Ahmet Salim Kör o'g'lini ziyorat qildi. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati bosh maslahatchi Ahmet Salim Kör o'g'li tarafidan Istanbuldagi siyosiy muzokara markazida kutib olindi. Ziyoratga siyosiy muzokara markazining raisi Ayhan O'ganmo qatnashdi. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati 2018-yillik Sharq Turkistonning vaziyat ahvoli aks ettirilgan bir doklad hamda Turkiyadagi Uyg'urlarning qiyinchiliklari va muhim talablarini o'z ichiga olgan iltimos tayyorlagan bo'lib, iltimos bilan doklad Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'anga yetkazilish uchun bosh maslahatchi Ahmet Salim Kör o'g'liga sunildi. Xi Jinping qaytadan butun huquqni o'z qo'liga oldi. 17 mart kuni Xitoy qurultiy yig'inining xulosasi sifatida Xitoyning rais va muavin raislarini saylash o'tkazilib, qurultayning 2970 nafar a'zosi Xi Jinpingning davlat raisi va harbiy ishlar komitetining raisligiga ovoz bergan. Qiziq nuqta shuki, birmi qarshi ovoz bo'lmagan. Xitoy muavin davlat raislik o'rniga Xitoy Kompartiyasi 19-qurultiyda Markaziy komitet siyosiy byuro doimiy a'zoligidan qolgan Wang Qishan erishgan bo'lib, uningga faqatli birli qarshi ovoz berilgan. Analizchilarning qarashicha, bu saylam dunyodagi kamdan-kam ko'riladigan faqat birli nomzod bo'lish, hammali odam shu nomzodga ovoz berish tuzumidagi saylam bo'lgan. Angliya BBC agentligining xabar qilishicha, davlat raislik va muavin raislik o'rniga Xi Jinping va Wang Qishandan boshqa ikkinchi bir nomzod bo'lmagan. Erkin Osiyo radiosi Xitoy bo'limining xabar qilishicha, Xi Jinping Xitoy davlat raislari ichida tunji qitim asosiy qonunni tutib qasam berib vazifa topshirib olgan rais ekan. Xitoyda 2014-yili asosiy qonunga qasam berish tuzumi yo'lga qo'yilgan edi. Xi Jinping Xitoy asosiy qonuniga qo'lini qo'yib turib, o'zining Xitoy Xalq Jumhuriyati asosiy qonuniga sodiq bo'lganligi va boshqa qasam so'zlarini aytgan bo'lsa-mu, lekin uning qasam so'zida partiyaga sodiq bo'laman degan jumlaning yo'qligi diqqat qo'zg'agan. Xi Jinping bu qitim partiyaning bosh sekretari, davlat raisi, harbiy ishlarning raisligidan iborat 3 oliy huquqni o'z qo'liga kirgizgan. Shuningdek, Xitoy asosiy qonundagi davlat rais va muavin raisining vazifa o'tash muhlatimi elib tashlangan. Millatchi harakat partiyasining qurultiyiga Uyg'urlarmi taklif bilan qatnashdi. Turkiyadagi ikkinchi cho'ng partiya bo'lgan Millatchi harakat partiyasining 12-navbatlik cho'ng qurultiyi tunugun Anqarada dag'dug'liq ochildi. Bu qurultayga Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligimi alohida taklif qilingan bo'lib, birlikning o'rinlashtirishi bilan 500 ga yaqin Sharq Turkistonlik Uyg'urlar Istanbuldan shanba kuni kecha yo'lga chiqdi va yakshanba kundagi qurultayga qatnashib, Uyg'urlarning ovozini yana bir qitim kun tartibga elib keldi. Anqara osmonini oy yulduzli ko'k bayroq bilan go'zallashtirgan hay'atni Anqarada Millatchi harakat partiyasining mas'ullari qizg'in qarshi elib kutib oldi. Uyg'urlarga cho'ng zaldan maxsus o'rin ajratilgan bo'lib, cho'ng tantarbiya maydoni oy yulduzli ko'k bayroqimiz bilan to'ldi. Davlat Bahçeli'mi so'zida kelgan Uyg'urlarga rahmat etdi va Turkistonimizga salom yo'llab, Qashqarga salom dedi. Buning bilan Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an qalbimizning yerimi Urumchi bilan bellidir degan bo'lsa, Davlat Bahçeli Qashqarga salom degan bo'ldi. Bu yig'in milliy mavqa, shahidlarga vafo, millatga baqo shuari bilan ochilgan bo'lib, hozirgi partiya raisi Davlat Bahçeli yana bir qitim partiyaning raisligiga saylandi. Shundaqla bu qurultayda Millatchi harakat partiyasini oldimizdagi 2019-yil Cumhur raislik saylamiga elib boradigan boshqaruvchi mas'ullarmi saylab chiqildi. Davlat Bahçeli so'zida Cumhur ittifoqini tushuntirib, Cumhuriyet Xalq partiyasi va ism bermasdan iyi partiyani qattiq aybladi. Hasan Jalol Güzelga ta'ziya. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi sobiq ministrlardan Hasan Jalol Güzel uchun ta'ziya bildirdi. Ta'ziya tunugun e'lon qilingan bo'lib, birlikdan e'lon qilingan ta'ziyada munular tilga ilindi. Sobiq ministrlarimizdan Hasan Jalol Güzel bugun Allohning dargohiga safar qildi. U siyosatni millati uchun qilgan va 28 fevral harbiy o'zgarishiga qarshi tik turishi bilan ko'ngillarga taxt qurgan go'zal insonga Allohdan rahmat, oilasiga va yaxshi ko'rguvchilarga ta'ziya bildiramiz. Makoni jannat bo'lsin. Hasan Jalol Güzelning millatimiz, davlatimiz va ijtimoiy tashkilotlarimiz uchun qilgan xizmatlari xayr bilan yod etiladi. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi